O'zbekistonda yangilik akalar ko'rishlaring mumkin. O'ta ideal holatda yangicha ko'rinishdagi temir so'rimiz yana bittasi tayyor bo'ldi. O'tgan safargi videomizdan keyin o'ta zakaz ko'payib ketdi. Juda ko'pchilikka ma'qul kelgan sababi o'ta qulay holatda bo'ladi. Xohlagan taraflarga yig'ib olsalaring bo'laveradi. Siz bu tomonga oling. Mana shunday holatda qilsalaring, shu ko'rinishda qilsalaring divan holatga kelishi mumkin. Undan tashqari koridorlaring kichikroq bo'ladigan bo'lsa, uzunasiga qo'yib olsalaring ham bo'laveradi. Uni bu tomonga aylantiringda narigisi. Mana shunday holatda qo'yib olsalaring ham burchakli joylarga bemalol joylashtirib o'tirsalaring ham bo'laveradi. Taxtalar rossiyskiy sasna taxtadan bo'ladi. Materiallari hammasi qalin. Stoykalari 8 ga 8 ikkilikdan ishlatganmiz. G'ildiraklari yurib ketmaydimi deganlarga 8 ta g'ildiragi bo'ladigan bo'lsa, hammasiga tormozli g'ildiraklar qo'yganmiz. Tengdaniga bitta bosib qo'yiladigan bo'lsa, hech qayerga ketmaydi. Endi oz kichikroq koridorlaring bo'ladigan bo'lsa, mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Mana shunday qilib uzuniga qo'yib qo'ysalaring ham joylashtirib, chiroyli holatda turaveradi. Bu tarafga olgan. Endi buni ko'pchilik uylaringga mehmonlar kelib qoladigan bo'lsa, so'ri holatiga aylantirib olsalaring ham bo'laveradi. Mana shunday holatga keltirsalaring 2,5 ga 3 razmerdagi temir so'ri tayyor bo'ladi. Narxi 4,5 million so'm, oxirgi narxi Vodiy va Toshkent bo'ylab dastavkasi ichida. Nima deb o'ylaysizlar, narxiga arziydimi yo'qmi? Undan tashqari bu tarafda yana 3 milliondan boshlab 10 million so'mgacha bo'lgan temir so'rilar, undan tashqari kechalaklar, choyxona so'rilarimiz bor. 1,5 million so'm, 2 million so'mliklari ham bor. Kimga kerak bo'lsa pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar.